Agar siz 7 kun davomida faqat go'sht yesangiz nimalar bo'ladi? Birinchi kun tana qo'shimcha oqsilni o'zlashtira boshlaydi. Bu mushaklar tiklanishi va o'sishini boshlaydi. Ikkinchi kun sizda uglevodlar va shirinliklar xohishi paydo bo'ladi. Ammo bu holat vaqtinchalik, natijasi arziydi. Uchinchi kun tana ketoz holatiga kiradi. Endi energiya olish uchun yog'larni yoqadi. Bu esa vazn yo'qotishni osonlashtiradi. To'rtinchi kun tana ko'proq kaloriya iste'mol qiladi, lekin ko'proq oqsil oladi. Bu mushak massasini saqlab, yog' yo'qotishga yordam beradi. 5-kun yomon uglevodlar sababli yuzaga keladigan surunkali yalg'ilanish va og'riqlar kamayadi. Fikrlar ravshanlashadi, energiya ortadi. 6-kun ertalab uyg'ongandan kechgacha yuqori darajadagi energiyani his qilasiz. 7-kun siz nega buni ilgari boshlamaganman deb o'ylaysiz. Bu videoni kimga yuborsangiz, u sizga bir porsiya stek bilan kechki ovqat qarzdor. Foydali ma'lumot uchun yaxshi kelishuv, to'g'rimi?